2026 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda chiqindi xizmatlari uchun to'lovlarni uyma-uy yurib undirish to'xtatiladi. Hurmatli fuqarolar, chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi O'zbekistonda 2026-yil 1-yanvardan boshlab chiqindi xizmatlari uchun to'lovlar jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan faqatgina onlayn tarzda barcha elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishini ma'lum qiladi. Unga ko'ra, siz chiqindi xizmati uchun to'lovni agentlikning toza makon biling tizimi va barcha turdagi elektron to'lov tizimlari yoki internet aloqasi bilan ta'minlanmagan, hudud markazidan olis masofada joylashgan aholi yashash punktlari uchun istisno tariqasida tijorat banklari kassalari hamda O'zbekiston pochtasi bo'limlari orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda sizda chiqindilarni boshqarish va sanitar tozalash xizmati yuzasidan taklif va murojaatlar bo'lsa, chiqindilarni boshqarish agentligining 1205 qisqa raqamlari orqali qoldirishingizni ma'lum qilamiz.